Student bo'lganingdan keyin nimalar bo'ladi? Va nihoyat o'qishga kirdim. Kontraktlarimni to'lashcha endi ish topishim kerak. Studentlikda oltin davr deyshadi, lekin o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Axir sen erkaksan-ku, uydagilardan pul kutib yashamaysan. Birinchi bo'lib studentlar qayerga boradi? Moykaga boradi. Moykada soqqa yaxshi, lekin o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Shuning uchun boshqa ish qidirib ko'radi. Kosibchilik qiladi, kelesurka padoj yopishtiradi. Xullas betam o'xshamagandan keyin обязательно choyxonaga boradi. Qorni ham to'q bo'ladi, maza qilib ishlaydi. Student 5-xonaga qarab chaqirishyapti. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Choyxona yaxshilikka yaxshi-ku, lekin seni yosh bolalarim student deb itda ishlatishadi. Kechqurun bilan choyxonada ishlaganingdan keyin kunduzi bilan darsda uxlab o'tirasan. Kechasi yaxshi uxlamagansan-da. Shu qiyinchiliklar bilan bir nima qilib 2-3 kurslarni bitirib olasan. Endi shaharga ancha ko'nikib qolding-ku. O'zingga premium klassdagi ish topib olasan. Nur Jaluzidagi akalarga sekin shogird tushib olasan. Ham hunar o'rganasan, ham pul topasan. Akalar eng premium qimmat uylarga zo'r jaluzilar o'rnatishar ekan. Sekin hunarlarni o'rganib olasan. Tayyor usta? Ha, yaxshi. Qo'lingdan kelib qopti. Studentlarda yomon bitta odati bor, qo'liga ozgina ko'proq pul tushib qolsa, Ishdaman aka, nima berasiz? Xullas pul vashi ko'p. Eng qimmat, eng zo'r narsalaringizdan hammasini olib-ki, bir maza qilaylik bugun. shaharda eng qimmat joyga kirib, yegisi kelgan narsani, borgisi kelgan joyga borib, hamma pulini ishlatib bo'ladi. Ertangi kuni bo'lsa, yana o'sha roltingi kuni qoladi. Studentlarda boshiga kelmagan qiyinchilik yo'q. Qaysi kvartiraga kirsa hamma yoqda 4 ta erkak bitta bo'lib bardagini chiqarib yuboradi. Uyda egasi kelishidan oldin hamma yoqni yig'ishtirib o'zicha chiroyli qilib qo'ymoqchi bo'ladi. Lekin uyda egasi kelib baribir ham studentni Yo'qol. Xotinning gapiga kirmagan manax boq. Kelib student qo'yaman arendaga. Aka, 3-4 kun turib turaylik, muzikalik o'rgatib ketamiz. Shaharda shuncha ostanovka bo'sh turibdi. Yo'qol 3-4 kun o'sha yoqda qol. o'qish davomida necha marta kvartiradan haydalgansizlar, yana qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, sizlar kommentariyada yozib qo'yinglar. Bu videoni studentlarga yengil tashlab qo'yamiz. Paq